sizlarga bugun sizlar bilan Ebot kino kanali bugungi kino sharhimizda 2024-yilda chiqqan yangi horror filmimiz A Quiet Place Day 1 haqida gaplashamiz. Agar siz A Quiet Place seriyasining muxlisi bo'lsangiz, bu film siz uchun ajoyib prequel bo'ladi. Dunyoni qanday qilib to'liq shovqinsiz va dahshatli joyga aylanishini ko'ramiz. Keling qisqacha syujetga nazar tashlaymiz. Film Nyu-York shahrida boshlanadi. Bosh qahramon Samira ismli ayol yaqin do'stlari bilan birga tirik qolishga harakat qilmoqda. Dunyoda ajoyib bir dahshat yuz berdi. Sirli yovuz mavjudotlar eng kichik shovqinni sezib odamlarni o'ldirishadi. Shuning uchun ham odamlar mutlaqo jim yurishi kerak. Film davomida biz Samira va uning do'stlari ushbu xavf-xatardan qanday qochishlari va yashash uchun qanday kurashishlarini kuzatamiz. Kadr kuchli atmosferali va har bir nafas va har bir jimlik tomoshabinning hayajoniga soladi. Yovuz mavjudotlar bilan yuzlashish sahnalar juda qo'rqinchli va ta'sirli, shuningdek aktyorlarning o'yinlarida juda tabiiy va ishonarli qilingani. Umuman olganda A Quiet Place Day 1 bu faqat qo'rqitilgan film emas, balki hayotda omon qolish haqida chuqur hikoyali filmdir. Agar siz dahshatli va hayajonli va qiziqarli kino izlayotgan bo'lsangiz, bu film aynan siz uchun. Men albatta ko'rishingizni tavsiya qilaman. Agar sizga bu sharh yoqqan bo'lsa, like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shundan keyin kino sharhlarda xabardor bo'lasiz. Izohda fikringizni qoldiring. Qaysi kinolar haqida sharh qilishni xohlaysiz? Hayot do'stlar, keyingi videoda ko'rganda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.